11-sentabr Amerika, Isroiliya va Bahrayn birlashma bayonot e'lon qilib, Isroiliya bilan Bahraynning diplomatik munosabat o'rnatishga qo'shilganligini bayon qilgan. Arab birlashma xalifaligidan keyin Bahrayn ikkinchi Isroiliya bilan tinchlik kelishimi hosil qilgan dengiz qo'ltiqi arab davlati bo'lgan. Iran, Isroiliya va dengiz qo'ltiqi arab davlatlarining ommaviy dushmaniga aylangandan keyin analizchilar boshqa arab davlatlari Bahrayn va Arab birlashma xalifaligiga ergishib, Isroiliyani e'tirof qilishi mumkin deyishmoqda. Isroiliya bilan Bahrayn o'rtasida diplomatik munosabat o'rnatish qarori O'rta Sharqdagi nurg'un davlat va siyosiy kuchlarning kuchli qarshiligini qo'zg'agan. Fransiya agentligining xabari qaraganda 12 avgust G'azza rayonidagi falastinliklar Amerika, Isroiliya va Bahrayn rahbarlarining suratini ko'ydirib, Bahrayn bilan Isroiliya o'rtasida diplomatik munosabat o'rnatish qaroriga norozilik bildirdi. Falastin siyosiy tashkilotlarining rahbarlari xalqni 13 avgust namoyish o'tkazishga chaqirgan. 11 avgust Falastin agentligi xabarida Falastin bayonot berib, Bahraynning Amerikaning yordami bilan Isroiliya bilan bo'lgan munosabatni normallashtirishni qat'iy rad qilamiz va ayblaymiz degan. Shundaqla Falastinning Bahraynda turishliq bosh elchisini qaytarib olganligini e'lon qilgan. Bahrayn 15-sentabr Oqsaroyda o'tkazilgan Isroiliya bilan Arab birlashma xalifaligining munosabatini normallashtirish kelishimining imzo qo'yish marosimida qatnashdi ekan. Washington pochtasi gazetining qarashicha, dengiz qo'ltiqidagi ikki boy davlatning Isroiliyani e'tirof qilish qarori Suriya, Yaman va parchalanib ketgan O'rta Sharq davlatlarining tinchlikni ishga oshirishiga foydasi yo'q. Oqsaroy kelar hafta nimalarni e'lon qilishidan qat'iy nazar, bu tinchlikning O'rta Sharqda boshlanganligidan darak bermaydi degan.